O'tgan kunga kelgan sovchilar sizga ham ma'qul kelgandi. Shular yana kelishmoqchi ekan, fotiha qilish uchun. Shunga nima deysiz? Nima bo'ldi dadasi? Fikringiz o'zgarib qoldimi? Nahotki kechagina choqqillab o'ynab yurgan jajjigina qizal og'im bugun voyaga yetib uzatiladigan vaqt keldimi? Uyimning malikasi endi shu uyga mehmon bo'lib keladimi? Onasi, o'ylab qarasam, biror marta qilgan ovqatingni maqtamabman. Hattoki oyog'imdagi paypog'imni senga yechishga majbur qildim. Ba'zida seni boqib katta qilgan ota-onangni haqorat qilib seni so'kdim. Nahotki nozikkina erkatoyim, yuragimni bir parchasi qizim, unga shirin ovqatlarni qilib, oyog'idagi paypog'igacha yechib, ko'nglini olishga harakat qilsa-yu, xuddi menga o'xshab, kuyovim qizimni qilganlarini bilmay, qizimni xafa qilaversa qanday chidayman? Bilasizmi dadasi, oxirgi marta sizdan arazlab uyimga borganimda, dadajonimga sizdan xafa bo'lib shikoyat qilganimda, dadam aytgandilar: "Qizim, o'sha yomon deyotgan ering seni boqyaptimi? Halol topib kelib yedirib ichiryaptimi? Bolalaringni, seni oilangni, ro'zg'oringni uddasidan chiqyaptimi? Xiyonat qilmayaptimi senga? Menga kuyovimni yomonlab kelmagin. Senlar qachondir yaxshi bo'lib ketarsan. Men bir umr kuyovimni keyin yomon ko'rib qolaman. Agar meni tinchimda o'ylasang, menga kuyovimni yomonlab kelmagin" deganlar. Shundan keyin qaytib uyimizni gapini ota-onamga aytib bormaganman. Mana shuncha yildan beri baxtli, yaxshi yashayapmiz. Farzandimizga ham yaxshi tarbiya berganmiz. Xudo xolasa, qizimiz ham baxtli bo'lib yashaydi. Bundan siz xavotir olmang.